Assalomu alaykum do'stlar, akalar, ukalar. Mana ayvonchamiz bitdi. Ayvon. Profil trubadan bo'ldi. Polniy. Strapilasini 10/5 profil truba, reykalarini 4/2 profil truba bo'ldi. Oldiga xorisini 12/8 profil truba. Ustunlari 10/10. Tepasini leksan qildik. Mana zo'r chiqdi, xudo xolasa. Farg'onada Eko shaharda oldida qildik buni. Mana shunday ko'rinish. Qilib bitkazdik. Uglonni bilinmaydigan qilib kichkinaroq qildik. Hop, tashqaridan ham olamiz. Mana shu ko'rinish tashqarida. Uzunligi 17 metr, eniga 6 metr. Murojaat qilaverasizlar sparka ishlariga. Fikrni kommentariyaga qoldirasizlar.